sizlar yaxshi dars bilasizmi? Zayba kanal o'sha o'rada bo'lmasa biz videomizni boshladik. Albatta videomizda bugun sizlarni int nimaligini bilib olamiz. Pythondagi int bilib olamiz. Bizga PyCharm kerak bo'ladi va mana Pythonda int misol boshladik. Pythonda int bu butun sonlarni, ya'ni virgulsiz sonlarni ifodalovchi ma'lumot turi data type hisoblanadi. Int nima? Int integer so'zining qisqartirma bo'lib, bu butun son degan ma'noni anglatadi. Mana a teng bu 5, 10, 0 bu intga kiradi. Butun sonlar mana bu yerda mana virguldan virgulsiz degan mana virgul bo'lsa float bo'ladi. Mana float mana ular float bo'ladi. Floatda mana bu yerda ichariga ma'lumot olamiz. Bu yerda mana string bu yerda int bo'lyapti. Mana buni stringga kiradi son. Bunda int burada itdan keyin qavs ichida burada 15 bo'lishi kerak. Print chiqarish va mana son plus 5 bo'ladi. Buni ko'ramiz. Mana bu yerda 20 bo'lyapti. Mana 15 ga 5 20. Programdagi bu yerda yangi narsa ochamiz. Nima? Bu yerda chiqarish yozamiz. Print bu chiqarish mana. Chiqarish mana ular chiqaradi. Teng plus b teng plus mana kesin barxanlarmaydi. Men virgul qo'yganman. Mana javobini ko'ramiz. Nima chiqariladi? Bizda mana 4 butun qanchadir milliondan 64 ming bir sonni orada bir. Biz buni 4,5 deb olamiz. 4,5. Ya, u marhalaga bir qadam 4,5 ketadi. Mana burada minusdan bo'lyapti. Python en boshida o'rganayotganda buni kalkulyat qilib ishlasa ham bo'ladi. Masalan, o'rganayotgan boshida o'zim zo'r bilmayman. Boshida o'sha o'rgangan masalan. Nimani ishlatamiz? Aslida masalan men mana int 13 butun 100dan 14 ni int deganini bilmagan masalan. Mana stringga kirishini bilmagan masalan. O'sha ustozim o'rgatgan, o'sha domla o'rgatgan menga bittasi. Bilarkan yaxshi. Maktabdagilar bilarkan, so'rasam biladi. Biz domlamiz bo'lgan. Mana shu string bo'ladi mana. Mana son string
int. Mana bu yerda int. Mesela bu yerga int faqat sonni oladi. Harf emas. Masalan, sondan keyin adashmasa harf kelsa bo'laveradi. Masalan, nima uchun shu Python. Error berar ekan. Error berar ekan. Bu adashmasa Java deydi o'zim. Java'da bo'lsa kerak. Yana ko'rib o'tamiz mana. Mana bular floatga kiradi. Intga emas floatga kiradi. Bular floatga kiradi. Mana 2,100 dan 2,10 dan 2,0 2,10 minus 10 dan 5 bular floatga kiradi. Daftar kompyuter bo'lsa yozadigan bloknotga yozib qo'ysang yaxshi bo'ladi. Yangi Windows o'rnatgandim bo'lsa bo'ladi. Bloknot yo'q ekan. Bloknot o'rnatib olishlar mumkin. Yozib olasan, daftarlarga yoza olishmasa daftarlarni eslanda yaxshi qoladi. Biz videomiz vaqt cho'zilib ketgan bo'lsa kerak. 7 minut bo'libdi. 3 minut qoldi. 3 minut ichida zo'rlab tushirishga harakat qilaman. Biz faylni Amaza tushungan bo'lsak mana. Int nima? Integer so'zi bu. Integerning qisqartirmasi int deyiladi. Bizda Pythonda qisqartirma butun son degan int butun son degan. Bu yerda mana butun deyiladi. Minus bo'lsa ham butun bo'lyapti. Masalan, int qanday vazifani bajaradi? Int hisoblarning ustida matematik amallarni bajarish uchun ishladi mana. Plus, minus, ko'paytirib bo'lish, foiz, shunaqa narsalar. Matnni string yoki boshqa turdagi butun sonlarni o'tkazish uchun ishlatadi. Mana bu yerda endi o'tkazish bo'lyapti. Endi men ham tushunishim bo'yicha misol oddiy misol mana. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin mana. Mana videomiz cho'zilib ketarganda uzr. Mana bu yerda mana plus ko'rinish mana. Burada plus bo'lyapti mana. 10 dan 7 minus ko'paytirildi 30 bo'luvda 3. Bu yerda qoldiq chiqarib beryapti. Bu yerda darajasini chiqarib beryapti ekan. Butun sonda butun bo'lishi. Mana ikkita chiziqcha bo'lishga kirar ekan. Bitta o'zi bo'lishi emas. O'sha yerda bu bo'lishga kiradi butunlay. Bu yerda mazam qoldig'ini chiqaraverish ekan. Pythonda o'z narsasi ekan bu. Mana ko'rib oldik. Mana bu yerda int funksiya yordam o'zgartiradi.
Bu yerda mana turini o'zgartirasiz. Birinchi son sog'lom. Mana bu yerda int masalan mana int keyin hali bo'lmaydi. Faqat int faqat sonni saqlaydi. Salom son haliga kirmaydi. Hali yo'q ketyapti. Songa kirmaydi, bu xatoga kiradi. O'sha string ichida bo'lib qolyapti. String aslida eng birinchi boshda keladi, keyin va int kelishi kerak deyilyapti mana bu yerda mana. O'sha Pythonda string keyin int bo'lyapti. Matematika fanlarida adashmasam foydali esda tuting. Int faqat butun sonlarni saqlaydi. Agar kasr sonlar kerak bo'lsa floatdan foydalanadi. Mana 3.100'dan float 3'te o'zi intga kiradi. Bo'ldi. Bugungi darsimiz shulardan men yaxshi tushundim, sizlar ham yaxshi tushungan bo'lsangiz albatta. Nima bo'ladi? Yaxshi tushunmagan bo'lsa kommentda nima tushunmading qoldiringlar. Tushuntirishga ham katta harakat qildim. Integer so'zining qisqartirmasidan butun sonlarning ma'nosini beradi Pythonda. Int nima degani bo'lsa, sizga savol beryaptim. Int nima deyapti bo'lsa, int nima degani aytsa, bu integer so'zining qisqartirmasini, bu butun sonlarga butun sonlarni ishlatiladigan ma'no. Butun son degan ma'noni anglatadi degan aytaverasizlar. Int nimalarni oladi? Salomni oladi desam yo'q deydi. Faqat raqamni oladi. Shuni esda tutinglar. Hammaga rahmat.